vazifa bo'yicha qilindi. PLCga yozib GT Simulator'da aktivlashtirdim. Ko'rishingiz mumkin. Mana start. Ya'ni emergency stopni qo'yib yuboramiz. Reset. Startni bosamiz. Start. Ventilyator ishga tushdi. Stop o'chdi. Yana test. Bosib tursak yonadi, qo'yvorsa o'chadi. Bosib tursa yonadi, qo'yvorsa o'chadi. Yana start. Bosamiz, qo'yvoramiz, yondi. Keyin yongan paytda favqulodda holatda emergency stopni bosganimizda o'chadi. Qo'yvorsa yana yonadi. O'zi aslida emergency stoplar boshiga qo'yilishi kerak edi. Chunki emergency stop favqulodda holatda o'chgandan keyin, qayta yongandan keyin hamma narsa qayta ventilyator ishga tushib ketmasligi kerak edi. Endi vazifa bo'yicha shu va'da yo'lga qo'yiladi deganligi uchun shu yerga qo'yildi. Stop. Xullas shu